Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Hammani kirib kelayotgan bayram bilan tabriklayman. Hammani uylariga qut baraka, tutgan ro'zalarini Alloh dargohida qabul qilsin. Sihat salomatlik, tinchlik, omonlik tilayman. Yurtimiz hamisha osmonimiz musaffo bo'lsin. Hamma nimaiki niyatlar bo'lsa, niyatlarga erishsin. Olayotgan bilimlarimiz manfaatli bo'lsin. Navbatdagi mana darsimiz bilan boshlaymiz. 34-dars. Ketdik. Har doimgidek uyga vazifa tahlilidan boshlayman. Mana 5-si nima deyapti? Ikkita o'yin soqqasi tashlandi. Chiqqan ochkolar yig'insi 7 ga teng. Bo'lish ehtimoli toping. O'zi 6 ta edi. 6 ta. Demak, 6 ga 6 36. 36 ta variant bor jami. Jami nima ekan bu? 6 kara 6, ya'ni 36. Ichidan ochkolar yig'insi 7 bo'lishi uchun biz bilamizki, o'zi 1 dan 6 gacha bo'lsa, 1 ga 6 qo'shsam 7. Demak, birinchi holatda 1 ga 6 ni qo'shaman. 7 birinchi holat, ikkinchi holat 2 ga 5 qo'shaman 7. Uchinchi holat 3 ga 4 ni qo'shaman 7. To'rtinchi holat 4 ga 3 ni qo'shaman 7. Beshinchi holat 5 ga 2 ni qo'shaman 7 va 6-chi holat 6 ga 1 ni qo'shaman 7. Demak, jami nechta ekan? 6 ta holat. Demak, biz bilamizki, ehtimollik bu m taqsim n edi. Demak, m bizda 6, jami esa 36, ya'ni 1 taqsim 6. Javob C ekan. Tak, tanga va kub debdi. Hozir 1 minut. Tak, tanga va kub bir vaqtda tashlandi. Gerb tushishi va toqga tanga va kub, gerb tushishi va toq son tushishi hodisalarining birgalikda ro'y berishi ehtimolini toping. Bu kub deb mana aytyapti. Bir vaqtda tashlandi. Demak, kub bu boyaga o'yin kubiga deb qaraylik. Tangada gerb tushishi ehtimoli 1 taqsim 2. Tak, toq son tushishi esa 6 ta sondan 1 dan 6 gacha sonning ichida 3 ta toq bor. 3 taqsim 6 bo'ladi, u ham 1 taqsim 2 bo'ladi. Mana shularni yozib olaylik. Gerb tushishi va toq tushishi. Gerb tushishi deb qo'yaman. P1 deylik. Bu nimaga teng? 1 taqsim 2 teng. Toq son tushishi desak, toq son tushishi u 3 taqsim, ya'ni P2 deb qo'ydik. 3 taqsim 6. Birgalikda ro'y bersa biz nima qilamiz? Ko'paytirardik. Demak, 1 taqsim 2 ga 3 taqsim 6 ko'paytirsak qisqaradi, 1 taqsim 2 bo'ladi. Bu 1 taqsim nima beradi? 4 beradi. Bu degani 0.25 o'nlik kasr ko'rinish. Dastlabki 200 ta natural son ichidan olingan sonning 5 ga karrali bo'lish ehtimoli chastotasini toping deyapti ekan. Nisbiy chastota. Nisbiy chastota bu ehtimolni o'zida. Ehtimol topsak bo'ldi. 5 ga karralilar topib olish kerak. 200 ta sonning ichida 5 ga karralilar topishni nima qilamiz? 200 ni 5 ga bo'lamiz. 40 ta son bor ekan. 5 o'sha 200 gacha bo'lgan son ichida 5 ga bo'linadigan 40 ta son bor ekan. Uni nima qilamiz endi? Nisbiy chastota deyapti. 40 ta W deylik. 40 ni 200 ga bo'lamiz. Nollar sartiraman. 1 taqsim 5 0.2. Tak, ikkita signalizator avariya ro'y berganda xabar beruvchi qurilma bog'liqsiz holda ishlamoqda ekan. Agar birinchi signalizatorning avariya ro'y berganda ishlash ehtimoli 0.9, ikkinchisini esa 0.95 ekan. Avariya ro'y berganda bitta signalizatorning xabar berish hodisasini ehtimolini toping. Yo bunisi deb ishlashimiz kerak va qo'shib olishimiz kerak. Yaxshi.
Mana birinchisi deylik. Birinchisi. Aytaylik P1 0.9, P2 0.95 bo'lsin. Birinchi holda ishlaylik. Birinchi holda aytayapti, bittasi ishlasin deyapti, ikkinchisi ishlamasin deb qoladimi shunda? Avariya ro'y berganda bitta signalizatorning xabar berish hodisasini aytayapti. Ay yaxshi. Demak 0.9 mana shu ishlayapti deb qarasak, narigi ishlamayotgan bo'lishi kerak. Unda uning aksi bo'ladi. 0.05. Bu esa 9 kara 5 45. Demak 3 ta suradigan bo'lsak 0.045 bo'lib qolar ekan. Ikkinchi holatda endi birinchisi ishlamasinda, ikkinchisi ishlasin. Unda birinchisi ishlamasligiga 0.1, ikkinchisini ishlashi 0.95. Bu esa 0.095 deb beradi. Yoki bu bo'lgan shuni qilamiz, qo'shamiz. 5 ga 5 0, 1 dilda 4, 1 dilda 1 0.14. Demak, javob qaysi ekan? 0.14 degan javobimiz A ekan. Bittasini ishlashi deganda alohida topib qo'shib olish kerak bo'ladi. Qutida 100 ta shar bo'lib, ularning faqat bittasi oq rangda. 100 ta shardan bittasi oq rangda ekan. Ularning faqat bittasi oq. Qutidan tavakkaliga 10 ta shar olinsa, olingan sharlar orasida oq shar ham bo'lish ehtimolini so'rayapti. Demak, 10 tasini olgandan keyin nima qiladi? Ehtimolligi 10 barobar oshadi. O'zi oqni chiqish ehtimoli bir marta tortganda 1 taqsim 100 bo'lsa, 10 tasini tortsak, nima qilamiz? 10 taqsim 100 qilamiz. Yoki 1 taqsim 100 ni 10 ga ko'paytgan bo'lamiz. Nima bo'ladi? 1 taqsim 10 chiqadi 0.1. Javob C ekan. 6, 7, 8 raqamlaridan ularni takrorlamasdan 3 xonali sonlar tuzilgan. Shu tuzilgan 3 xonali sonlarning juft raqamlarining yonma-yon bo'lish ehtimolini so'rayapti. Demak, ularni takrorlamasdan 3 xonali son tuzsa, jami nechta son tuza olamiz degan savolga javob beraylik. 3 xonali A, B, C. Nima qilardik? Birinchisi 3 ta imkoniyat, takrorlamasin desa 2 ta imkoniyat, bitta imkoniyat, ya'ni jami 6 ta imkoniyat bor ekan. Endi juft raqamlar birga tursin degani, misol uchun faraz qildik, 6 bilan nima qildik? 8 ni bog'lab qo'ydik. Demak, u 7 mayada bo'lishi mumkin. Ikkinchi holda 7 oldiga chiqib, 6 bilan 8 yana boyagidek beli bog'langan holda birga turishi mumkin. Va o'z navbatida 3-chi holatda 8, 6, 7 bo'lishi mumkin. 4-chi holatda ham 7 ga 8, 6 bo'lishi mumkin. Bu yerda ko'paytirish emas, birga turadi deyapti-da. 3 xonali son-ku. Mana 4 ta holat bor. 4 ta holat bor. O'zi 4 ta holat bunaqa bitta yozish shart emas buni. Buni nima qilish kerak? O'zi 3 ta raqam bo'lsa, ikkitasini bog'lab qo'ysa 2 faktorial bo'ladi deganida bu. Demak, qulaylik tug'diruvchi hodisalarimiz 2 faktorialga yana nima qilamiz? 2 ga ko'paytiramiz. Nega 2 ga ko'paytiryapman? Chunki 6 bilan 8 ni joyini almashtirishiga ham qarayapman. 3 ta sonni o'rinlashtirish 3 faktorial edi-ku. Endi 6 bilan 8 ni bog'lab bitta element deb qarasam, ikkita elementlarning o'rinlashtirish soni bu nima? 2 faktorial. Endi 6 bilan 8 ni joylar almashtirsa, ikkita yana chiqadi imkoniyat. Demak, har birida shuncha 2 ga ko'paytirdik. Bu bizda m deb qaraylik mana. Bu esa n bo'lsin. Ehtimol nima edi? P edi. Ya'ni 2 taqsim 2 emas. Bu to'g'rimi javobi? 4 taqsim 6, ya'ni 2 taqsim 3. Javob A ekan. Tanga 3 marta tashlanganda aqalli 1 marta gerbli tomon tushish ehtimolini so'rayapti. Yaxshi. Tanga 3 marta tashlanganda aqalli 1 marta gerb tushishi degani, umuman gerb tushmasligini olib tashlaymiz umumiy muqarrar hodisadan. Demak, aytaylik 3 marta tashladi, har birida nima qildi? Gerb chiqmadi degani, raqam tushish ehtimol bo'lsa, birgalikda ro'y berayotgan shuni qilamiz. 3 ta 1 taqsim 2 ni ko'paytiramiz. Bu bizda 1 taqsim 8 bo'ladi.
Demak, bizga nimani so'rayapti? Bu P deylik, P ni aksi. Endi biz aqalli bir marta degani qolganini topamizda. Birdan nima qilamiz? P' top tashlasak 1 minus 1 taqsim 8, ya'ni 7 taqsim 8, bunga 125 ko'paytirsak tagi 1000. Tepada esa 5 ga 7, 5 3 dilda, 14 ga 3 7, 1 dilda 8, ya'ni 0.875. Javob D ekan. Yashikda 10 ta shar bor, 6 ta oq, 4 ta qora. Shularni yozib olaylik. 6 ta oq. Paraslarik 1 2 3 4 5 6 ta oq. 4 ta qora bo'yab qo'yaylik. Mana bular qoradek paraslarik 1 2 3 4. Endi aytyapti, tavakkaliga ikkita shar olindi. Ikkala shar ham oq bo'lish A hodisani ehtimolini toping. Aha. Ikkalasi ham oq bo'lishi demoqchi. Ikkita shar tanlanganda ham nima bo'lishi kerak ekan? Oq bo'lishi kerak ekan. Oqni misol uchun birinchi tortganda, aytaylik, birinchi marta tortganda oq bo'lish ehtimoli qanaqa edi? Mana nechta? 6 ta. Mana jami nechta? 10 ta. Demak, bir marta olgan sharim oq bo'lishi ehtimoli 6 taqsim 10. Endi ikkinchi marta yana oladigan bo'lsam, o'sha bittasini olib qo'ygan bo'laman. Ikkinchisi endi 9 ta qoladi. Endi oq bittasi ketib qolgani uchun 5 ta oq qoladi mana. Bularni ko'paytirish usulini qo'llaymiz, chunki birgalikda beryapti. 6 taqsim 10 ga 5 taqsim 9 ni ko'paytirsak, bular qisqaradi 2, bular qisqaradi 2 ga 3, 2 lar ketadi, 1 taqsim 3. Javob C ekan. Qutida yashil debdi, yaxshi. Qutida yashil va qizil rangdagi jami 10 ta kubik bor. Qutidan nima deyapti? Qutidan yashil rangli kubikni tanlab olish ehtimolligi 0.2. Demak, o'sha qutidagi yashil kubiklar nechta demoqchi ekan. Endi oson savol. Jami 10 ta. Demak, nima ekan? 10 ga teng ekan. Bizga ehtimolligimiz 0.2 deyapti. Va qandaydir m ni topishsin demoqchi bo'lyapti-da. Nima edi ma'no? P u m taqsim n edi, to'g'rimi, formula bo'yicha. Endi m topmoqchi bo'lsam, p ga nima qilaman? Endi ko'paytiraman. Ya'ni m teng p bizda 0.2, n esa 10, ya'ni 2 chiqar ekan. Javob B. Tanga 2 marta tashlanganda aqalli 1 marta girib tushish ehtimolini so'rayapti. Endi oson. Tanga 2 marta tashlanganda aqalli 1 marta girib. Demak, aqalli 1 marta girib, hech bo'lmaganda aqalli desa, nima qilamiz? Aksini olib tashlaymiz birdan. Demak, 1 minus p aksi deb qo'yaylik. Shuni so'rayapti. Ya'ni p aksi nima bizda? 1 taqsim 2 kar 2 marta tashlanganda deyapti-da, mana. 2 marta alohida tashlayapti, lekin podrяд bitta hodisa deb qaraydigan bo'lsak, bir vaqtda bajarishga. Unda 1 taqsim 2, 1 taqsim 2 nima qilamiz? Ko'paytiramiz. Bu 1 taqsim 4 bo'ladi. Demak, javobimiz 1 minus 1 taqsim 4, ya'ni 3 taqsim 4. 10 ni kasriga o'tsak 0.75 ekan. D javob. Tak, ehtimollik nazariyasi davom etamiz. Tak, tanga 5 marta tashlandi. Tanganing gerbli tomoni bilan 2 marta tushish hodisasining ehtimolini so'rayapti. Yaxshi. Tanga 5 marta tashlandi. Tanganing gerbli tomoni bilan 2 marta 2 marta gerbli tushishi, demak 1 taqsim 2 ga 1 taqsim 2 bo'ladi. Qolgani 3 tasi raqam tushishi, ular ham hammasi 1 taqsim 2 dan bo'lgani uchun yana shunaqa bo'ladi. Endi 5 tadan 2 ta to'g'rimi? 5 tani. Misol yozib qo'yaylik yerga tangalarni. Misol uchun tashladik, 5 marta tashladik. Bizga aytayapti mana. 2 marta gerbli tomon bilan 2 marta tushirman. Misol uchun gerb bo'lsin, qolgani nima bo'lsin? Raqam bo'lsin.
Shular tushdi, mana yozdik. G ga 1/2, G ga 1/2, R ga 1/2, 3 ta R ga 1/2lar yozildi. Endi bularni joyini almashtirib tashlash, o'rinlashtirish-ku. Nechta edi bular? 5 tamidi. Demak, 5 faktorialni nima qilaman? Takroriy bo'lyapti. Mana J gerb raqamlar. Demak, bunda 2 ta, bunda 3 ta bo'lgani uchun 2 faktorial bilan 3 faktorialga bo'lib olishimga to'g'ri keladi. Bu bizda 1/32 beradi. 5 ta bo'lgan. Tepada esa 4 kara 5/2 qoladi. Ya'ni 4 ga 2 ni qisqartsam 2, 2 ga 32 ni qisqartsam 16, 5/2 necha ekan? 16 ekan. Javob C ekan. Bir minut buni birlab ketaylik, qayergadir. Qayerga yozib ketamiz. Misol uchun birinchi savol edi. Ikkinchi savol deb qo'yaylik mayli. Ikkinchi savol. Bir sinfda o'quvchilarning 70% o'g'il bola. O'g'il bolalarning 40%ni, qiz bolalarning 20% sochi qora rangda. Ixtiyoriy tanlangan bir o'quvchining sochi qora va o'g'il bola bo'lishi. Yaxshi. O'g'il bola bo'lishi ehtimoli so'ralyapti. Misol uchun qandaydir o'g'il bola. Shuni yozib o'g'il bola. Bu nima degan? 70% degan 0.7 degani. Endi o'g'il bolaning sochi qora bo'lsin desa, P1 deylik shuni. Qora bo'lsin, ha. Nima bo'ladi? 0.7 ni 0.4 ga ko'paytmas chiqadi. O'g'il bola hamda sochi qora bo'lishi deyapmiz-da bu yerda. O'g'il bola hamda sochi qora bo'lishi kerak. Undan 0.28 chiqadi. Yaxshi. Endi bo'ldi-ku, shuni so'rayapman shu o'zi. Sochi qora va o'g'il bola bo'lishi, mana shuni so'rayapti ekan mana. Endi bunaqa javob yo'q ekan, shuning uchun nima qilamiz? O'nli kasrga aylantiramiz. 28/100. Buni 4 ga bo'lsam 7, 4 ga bo'lsam 25. 7/25 bizda javob C ekan. Uchinchi savol. Tasodifiy miqdor qiymatlari tanlanmasining medianasi. Demak, bunaqada nima qilamiz? Variatsion qator hosil qilamiz. Variatsion qator degani nima degani? O'sish tartibida chastotalar qo'ygan holda yozamiz. Ya'ni 1 necha marta kelyapti? 1 marta kelyapti. 1 marta emas, 2 marta kelyapti ekan. Ikkita birda ham yozib qo'yamiz. Keyin 2 kelyapti, u bitta 2. Keyin nima kelyapti? 3 yo'q, 4 yo'q, 5 bor. 5 bitta. 5 yozamiz. Keyin 6 kelyapti, u ham bitta. 6 yozamiz. Keyin 7 yo'q, 8, u ham bitta. Keyin 9, u ham bitta. Keyin 11 dan 3 ta ekan. 11. Nechta bo'lyapti desa sanab chiqaylik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. 10 ta bo'lsa o'rtadagi 5 bilan 6 ni o'rta arifmetiki bo'ladi medianasi. Demak, medianasi bu 6 plus 8 taqsim 2, ya'ni 14 taqsim 2 bu 7. Javob C bo'lar ekan. Uchta mergan bir vaqtda bir-birlaridan mustaqil ravishda bitta nishonga qaratib faqat bittadan o'q uzishdi. Agar merganlarning aqalli bittasi nishonga o'qni tekizsa, nishon otilgan bo'lar ekan. Har qaysi ovchining nishonga o'q tekizish ehtimolliklari bir xil 0.4 dan ekan. Nishonning otilish ehtimolligini so'rayapti. Nishonning otilish ehtimolligini so'rayapti. Aqalli bir marta tegsa bo'ldi deyapti, demak. Demak, nima qilamiz? Aksini olib tashlaymiz. Ya'ni biz qanaqadir ehtimolni topmoqchi bo'lsak, birdan nima qilamiz? P1 ni aksini olib tashlaymiz. P1 da aytaylik, yozaylik. Nima edi o'zi bu? Bu
P1 shtrix deylik mana shtrix. Nima deganda P1 shtrix aksiya degani. Necha marta o'tyapti? Agar merganning aqal bittasi o'qitishga tegsa 3 ta mergani o'tyapti, 3 ta. Demak, har biri 0.4 emas, endi 0.6 ni olamizda. Chunki tekizishi 0.4 ga teng edi. Endi umuman tekiza olmasin desak 0.6, endi shuni 1 deb yozaylik mana shu. 1 minus 0.4 dan 3 ta yozamiz. Bu bizga 0.6 ning kubini beradi. Bu degani 0.216 degani. Bu 0.216 degani 3 ta mergan ham umuman tekiza olmasin degani. Endi aqalli bittasi teksin desa, umumiy universal 1 dan olib tashlaymiz 0.216 ni. 1 dan 0.216 ni olib tashlasak, nima chiqadi? 0.784 chiqadi. Va javob bizda C ga. Ikkita o'yin soqqasi baravar tashlanganda tushgan ochkolar yig'indisi 8 ga teng bo'lish ehtimoli so'rayapti. Bu ham oson. Tak, ikkita o'yin demak 6 ta 6 ta raqamlari bor. Demak, jami hodisa 6 ta 6 kara 6 36 ta. Demak, n teng 36 desak, ochkolar yig'indisi 8 bo'lishi kerak. Qanaqa sonlar yig'sak 8 beradi. O'zi 1 dan 6 gacha edi bular, to'g'rimi? Ikkita soqqa ham ikkita anaqa kubikcha ham 1 dan 6 gacha raqamlangan. Yozamiz. 8 qachon beradi desa, 2 ga 6 ni qo'shishim mumkin. 3 ga 5 ni qo'shishim mumkin. 4 ga 4 ni qo'shishim mumkin. 5 ga 3 ni qo'shishim mumkin. 6 ga 2 ni qo'shishim mumkin. Boshqa variant yo'q. Nechta bo'lyapti? 5 ta. Demak, bizga qulaylik tug'diruvchi hodisalar m bu nima ekan? 5 ekan. Mana ehtimol top desa p teng m taqsim n ligidan 5 taqsim 36. Javob A ekan. Alining bir masalani yechish ehtimoliga 2 taqsim 5. Valining ushbu masalani yechish ehtimoliga 1 taqsim 3 bo'lsa, bu masalani Ali yoki Vali yechish ehtimoli deyapti. Yoki degan uchun nima qilamiz? Qo'shamiz. Demak, bir P1imiz yecha olishi 2 taqsim 5, P2imiz yecha olishi 1 taqsim 3. Demak, ularni nima qilar ekanmiz? Qo'shar ekanmiz. 2 taqsim 5 ga 1 taqsim 3. Bu yerga 3 ko'paytirsak, bu yerga 5 ko'paytirsak, bizda 11 taqsim 15 chiqar ekan va javob E bo'lar ekan. Tak, nomerlamayapti ekanman. 3, bunisi savolimiz 4 edi. Bunisi 5-savol. Bu 6-savol. Bu 7-savol. Talaba o'ziga kerakli formulani 3 ta to'plamdan qidirmoqda. Bu formulalarning birinchi, ikkinchi va uchinchi to'plamlardan topilish ehtimolliklari mos ravishda P1 0.6, P2 0.7 yozib olaylik shularni. P1 0.6, P2 0.7, P3 0.8. Formula faqat birinchi to'plamdan topish ehtimolliga. Mana shundan topilishi kerak ekan. Demak, P2 ning aksi nima bo'ladi? 0.3. P3 ning aksi nima bo'lar ekan? 0.2. Faqat birinchidan topsin desa 12 0.6 bo'ladi. Ko'paytiramiz akslariga, ya'ni 0.3 bilan 0.2 ga. 0.036. Javob A. Tanga 5 marta tashlanadi. Qanday ehtimol bilan? Kamida 1 marta gerb tomon kamida 1 marta gerb tomon tushadi deydi. Yaxshi. Kamida 1 marta gerb tushadi deyapti. Umuman gerb tushmasligini topishimiz kerak. Umuman gerb tushmadi desak,
5 marta tashladi. Demak, umuman nollar 1/32 bo'ladi. Ya'ni shuni tushuntirib yozay. 5 marta degani bir vaqtda bo'lyapti. 1/2 ga 1/2, 1/2, 1/2, yana 1/2. 1/32 bo'lyapti. Endi umumiy birdan olib tashlayman. Aqalli bittasi geri tushib qolsin desa, men birdan 1/32 ni ayiraman. Bu 31/32 beradi. Javob A. 8-savol deb qaraymiz. To'qqiz. Ikkita signalizator. Yozib qo'y 9 deb. Ikkita signalizator avariya ro'y berganda xabar beruvchi qurilma ekan, bog'liqsiz holda ishlamoqda. Agar birinchining avariya ro'y berganda ishlash ehtimoli 0.9 desa, P1 aytaylik 0.9, P2 0.95. Avariya ro'y berganda faqat ikkinchi signalizatorning xabar berishi, demak ikkinchisi ishlasin demoqchi. Nima qilamiz? Ishlaydigan 0.95 ni buning aksiga ko'paytiramiz, ya'ni 0.1 ga. Chunki P1 da aksi bu 0.1. Nima bo'ladi bu? 0.095. Javob D. 10-savol. Tanga 4 marta tashlanganda 2 marta gerb va 2 marta raqam tomon tushish ehtimolligini toping. 2 marta gerb boyagi chizib olaylik. Gerb, keyin raqam. Buning ehtimoli 1/2, buning ehtimoli 1/2, 1/2, 1/2. Demak ko'paytiramiz. Va bular nechta o'zi? 4 tami? Bularni o'rinlashtirsak ham variant deb qarashimiz kerak-da. Unda 4 faktorialni 2 faktorial bilan 2 faktorialga bo'laman. Takroriy o'rinlashtirishlar bo'lyapti. Mana J joyini almashtirgan bilan variant chiqmaganligi uchun 2 bo'lib olishim kerak, to'g'ri kelyapti. Va natija 4 faktorialimiz bu nima bizga? 1 2 3 4 pastda 4 mana bular. 2 2 ga 4, 2 ga 4, 2 ga 2 yana bitta 4. Unda to'rlar ketadi. Mana yerda bitta to'r 2 beradi. 3 taqsim necha ekan? 8 ekan. Javob A. Ikki xonali son tasodifan tashlangan, shu son 45 dan katta va 58 dan kichik bo'lish ehtimolini toping. Jami ikki xonali sonlar bu 90 ta. Shundan 45 dan katta bo'lsin, demak 45 kirmaydi. Natural sonlar haqida gaplashyapti deb qaraylik. Nima qilamiz? 58 emas, 57 ni ayiramiz. Chunki 58 kirmaydi. 58 dan kichik bo'lish kerak deyapti. Eng kattasi 57 desak, undan ayiraman 45 ni. Ya'ni nima chiqadi? 32 chiqadi. Demak, P ni topish uchun 32 ni 90 ga bo'laman. Bu o'z navbatida 2 ga bo'laman 16 45. Tak. Nimadir noto'g'ri tushundimmi? Ey, 32 ni qayerda oldim? Voy. Mana 32 ni qayerda oldik? 7 dan 5 ayiraman 2 to'g'ri. 5 dan 4 ayiraman 1 ku. Mana bu yerda ham nimalarni o'zgaradi. 12. 6 ga bo'laman 2, 6 ga bo'laman 15. 2 15 bo'lishi kerak ekan. Bu qaysi savol edi? 10 bo'lsa 11. Tak, 12-savol. Tak, 4 ta erkak, 3 ta ayol orasidan ixtiyoriy tarzda hosil qilingan 3 kishilik guruhda eng kamida 2 ta ayol bo'lish ehtimolini toping deyapti. Eng kamida deyaptimi? 2 ta ayol, demak bitta ayol bo'lish yoki 0 ta ayol bo'lish ehtimolini olib tashlashimiz kerak jamidan.
Jamini topamiz birinchi. Umumiy topamiz yoki jami deb qo'ying. To'rtta 3ta. Endi nima bizga 4 plus 3 ya'ni 7 tami? Jami guruhlasam agar 7 odamni S7 dan nima qilaman? 3 kishilik guruhlayman. Bu degani 7 faktorial, pastda 4 faktorial, 3 faktorial, ya'ni 5, 6, 7 taqsim 1, 2, 3. Bular ketadi 6 bilan. Jami 35 ta holat bor ekan. 3 kishini tanlashlar soni 35 degan. Kamida 2 ta ayol deyapti. Demak, aksini olamiz. Kamida 2 ta ayol degani, demak, ayol yoki bitta qatnashsin yoki ayol umuman qatnashmasini hollarga olib tashlaymiz. Birinchisi bitta ayol bo'lsin. Bitta ayol bo'lsa guruhda agar nima qilardik? S 3 tadan bitta tanlardik ayolni, ko'paytirardik. S endi erkaklar 4 ta-ku. Biz 3 ta guruh bo'lishini 2 ta tanlaymiz bundan. Shunda 3 kara 4 taqsim 2 bu 10 yo'q. Bular qisqarsa 2 desak 3 kara 2 6, 6 kara 3 18. Mana. Birinchi hol 18 ekan. Ikkinchi holda ayol bo'lmasin guruhda. Ayol bo'lmasin. Ayol bo'lmasin desa, hamma 3 ta odamni erkaklar orasidan tanlayman. Ya'ni 4 ga 3. Bu esa 4 ta beradimi? Demak, aqalli nima deyapti? Kamida, 2 ta ayol bo'lish ehtimolini topishim. Nima qilaman? 35 dan 18 dan 4 olib tashlayman. 18 35 dan ham 18 dan ham 4 olib tashlayman. Bizda qulaylik hodisalar bo'ladi. 13 ta beradimi? 13 ta beradi. Demak, n 35 ta bo'lsa o'zi. Bunaqa katta n demaylik, mana shuni n deb aytmaylik. Mayli n bo'lsin shu. Unda pen topishni nima qilaman? M taqsim katta n qilaman. 13 taqsim 35. Javob A. Texnik nazorat buyumlarining yaroqliligini tekshiradi. Uning xatoga yo'l qo'yish ehtimoli 0.4. Ushbu buyum nazoratdan o'tkazilganda faqat bitta buyumda xatolik yuz berish ehtimolini aniqlang. Faqat bittada nima qilsin deyapti? 3 ta buyum nazoratdan o'tkazilgan ekan. Yaxshi. 3 ta buyumdan bittasini tanlash desak 3 ga 1 bo'ladi, to'g'rimi? Shu bizda nima bo'lsin? Bitta buyumda xatolik yuz bersin. Xatoligimiz nima bo'lsin? 0.4 bo'lsin. Endi qolgan ikkalasi nima bo'lyapti? Xatosiz bo'lsin. Ya'ni ular 1 minus 0.4 bo'ladi-da, chunki xatoga yo'l qo'yish 0.4 bo'lsa, xatoga yo'l qo'ymasligini aksi birdan ayiramiz. Demak, ikkalasi ham 1 minus 0.4 dan bo'ladi. Natija 3 dan 1 tanlasak S bo'yicha 3, buni 0.4 ko'paytiramiz. Keyin 0.6, ya'ni 0.6 bo'ladi va javobimiz 0.432 bo'lar ekan. Hisob qilsak 0.432 javob D. Va bu bizning 13-savol. 14-savolga keldik. Bir vaqtda 2 o'yin soqqasi tashlanmoqda. Birinchi soqqasidagi tosh ikkinchi soqqasidagi toshdan katta bo'lish ehtimolini toping demoqchi. Misol uchun birinchi tosh, ikkinchi tosh, hamma holatlar ko'raylik. Birinchisi 2 chiqsa, ikkinchisi undan kam chiqishi 1 chiqishi kerak, to'g'rimi? Bitta imkoniyat deylik mana. Bitta imkoniyat. Agar birinchisiga 3 qo'ysak, unda mayerga 1 bilan 2 bo'ladi-da, bu o'sha ikkita imkoniyat. Endi shu imkoniyat deb yozib o'tirmayman, ishlab ketaman. 2 qo'ysam, demak bundan bitta imkoniyat, 3 qo'ysam bunda ikkita imkoniyat, 4 qo'ysam bunda 3 ta,
5 qo'ysam bunda 4 ta, 6 qo'ysam bunda 5 ta imkoniyat. Demak, jami nechta desa 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, ya'ni 15 ta qulaylik tug'diruvchi hodisalar soni bor. Demak, 6 ga 6 ko'paytiramiz, jami n'imiz 6 kare 6, ya'ni 36. Bunda ehtimollikni so'rasa nima qilamiz? 15 ni 36 ga bo'lamiz. Javob C. 15-savol. 36 dan 5 sport lotto o'yinida ishtirokchilar 1 dan 36 gacha bo'lgan sonlarning ichidan ixtiyoriy 5 ta son tanlaydi. O'yin davomida ham qandaydir 5 ta son tanlanadi. Agar shu tanlangan sonlarning kamida 3 tasi o'yinda chiqqan sonlar orasida bor bo'lsa, bu bilet yutug'li deyiladi. Qancha ko'p bo'lsa, ustma tushayotganlar shuncha miqdori oshadi. 36 dan 5 ta lotereya o'yinida aniq 4 ta son ustma tushish ehtimolini toping desa, nima qilamiz? Aniq 36 dan 4 tasi deyapti. 36 dan birinchi 5 dan tanlaymiz umumiy holda. Jami deb qo'yishini. Jamida demak S 36 dan 5 ta tanlab olamiz. Bu jami tanlashlar. Endi ichidan to'g'ri kelib qolishini aytyapti. Shu 5 tadan nima bo'lsin deyapti endi? Yutuqlilar 4 tasi yutuqli bo'lsin deyapti. 4 tasi ustma tushsin. Demak, S 4 tadan 3 ta bo'ladi. Nega 4 ta oldim? 5 tadan 4 tasi ustma tushyapti. 5 tadan olaman. Tanlangan 5 dan ichida deyman. Tanlangan 5 dan ichida 4 tasi ustma tushsin deyman. Shuncha variant bo'ladi. Va uni ko'paytirishim kerak, qolgan tushmaydi deganlar bilan. Qolganlar nima bo'ladi shunda? S 36 dan 5 tasi bu yoqqa ketgan bo'lsa, bu yoqda 31 qoladi. 5 dan 4 ta bu yoqqa ketgan bo'lsa, bu yoqda 1 qoladi. Ya'ni 5 kare yo'q, bu boya M da bizda bu. M deb shuni olaylik. Endi jami hodisa kerak. Jami hodisamiz boyaga S 36 dan 5 ta. Ya'ni P ni so'rayotgan bo'lsa, nima qilamiz? M taqsim N. Bu S 5 ta 4 5 tadan 4 tani shu S 31 dan 1, pastda esa N o'rniga S 36 dan 5 ta. Qaysi javob kelyapti? Bu javob bizda D da to'g'ri kelyapti shekilli. o'n olti. Yozib qo'yamiz. Texnik nazorat buyumlarining yaroqliligi tekshirilyapti. Uning xatolikka yo'l qo'ymaslik ehtimoli 0.8. 3 ta buyum nazoratdan o'tkazilganda faqat bitta buyumda xatolik yuz berishi ehtimolini topilyapti. Yaxshi. Xatoga yo'l qo'ymaslik deylik mana. 0.8 bu to'g'rimi? P shu bo'lsa, P shtriximiz aksini bo'ladi 0.2. 3 ta buyum nazoratdan o'tkazilganda faqat bitta buyumda xatolik yuz berdi. Faqat bitta buyumda xatolik yuz berdi desa, endi aksini olamiz. 0.2 mana xatolik yuz berdi. Qolgan ikkalasi nima bo'ldi? Xatolik bo'lmadi. Demak, 0.8 ga 0.8 hali turaveradi joyida. Bu 0.128 bo'ladimi? Endi bundaylardan nechta edi? Joy almashish mumkin edi-da, joy, to'g'rimi? Mana shuni nechta bo'lyapti hozir? 3 ta bo'lyapti-ku, to'g'rimi? 3 tani o'rnini almashtirishlar soni 3 faktorialmi? Yo'q. 1 minut hozir qarang. 3 ta buyum nazoratdan o'tkazilgan, faqat bitta buyumda xatolik yuz berdi. 3 tadan bittani tanlashlarda olamiz. 3 tadan bittani tanlaymiz. S 3 tadan bitta tanlaymiz va uni 0.128 ga ko'paytiramiz. Ya'ni 3 kare 0.128 ko'paytirsak, bizda qaysi javob chiqadi? 0.384 chiqar ekan va javob A javob.
Tushundik mana. Uning xatoga yo'l qo'ymasligi 0.8, demak xatoga yo'l qo'yishi 0.2. Unda faqat bitta nima bo'lsin? Xatolik yuz bersin deyapti. Demak, yo mana bu yerda tushuntirib yozing. Mana birinchi holat yo 0.2 ga 0.8 0.8. Ikkinchi holat yo 0.8 ga 0.2 0.8. Uchinchi holat yoki 0.8 ga 0.8 0.2. Demak, nima bo'lyapti? 3 ta imkoniyat. Bu mana S 3 dan 1 degani shu-da mana. Yetti. 17. Ikki teng kuchli shaxmatchi shaxmat o'ynashmoqda. Qaysi hodisaning ehtimolligi katta? 4 ta partiyadan 2 tasida yutishmi yoki 6 ta partiyadan 3 tasida yutishmi? Debdi. O'zi kichkinasi katta bo'ladi. Birinchi holat, ikkinchi holat deb yozib olaylik. Mana yozib olaylik. Mana birinchi holatda birinchisini yozib chiqdik, 3.8 chiqdi. Ikkinchisi 6 ta partiyadan 3 tasida yutsinmi deyapti. Demak, S 6 tadan 3 ta tanlaymiz. Biz 6 tadan 3 ta tanladik. Demak, 1/2 ni o'zi kvadrat emas, kub bo'lib ketadi. Hozir tushuntiraman. Natija 6 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial ko'paytirilgan 1/8, 1/8, ya'ni 4, 5, 6, pastda 6, 3 faktorial bu. Ko'paytirilgan 1/necha? 64. 6lar ketsin, 4 bilan bu 16 bo'lsin, 5/16. Endi mana uni ham 16 ga keltirishni 2 ga ko'paytiraman. Bu 6/16. Qaysisi katta desa, 6/16 katta demak. 6/16 katta ekan, 5/16 dan demak 4 ta partiyadan 2 tasida yutish katta bo'lar ekan va javob A bo'ladi. Yana bitta tushuntirib o'tay. Mana birinchi hol nima deyapti? 4 ta partiyadan 2 tasida yutsin deyapti. 2 ta teng kuchli shaxmatchi, to'g'rimi? Demak, yutishi har birida 1/2 bo'ladi. Yo bu yutadi, yo bu yutadi desang, bir xil bo'lsin 1/2 dan. Shaxmat o'ynayapti. Demak, teng kuchli 1/2 dan ikkalasi imkoniyatlari yutishga. 4 tadan 2 ta tanlasak, S4 dan 2 ta qilamiz. Endi nega 1/2 ni kvadrati bo'lib qolyapti? Chunki bitta o'yinda buning yutishi, buning yutqazishi deb qaraymiz-da. Shunda 1/2 ga 1/2 ko'paytiriladi. Keyingisida ham ikkinchi o'yinda ham yana 1/2 ga 1/2 bo'ladi, shuning uchun kvadrat bo'lib ketyapti. Va hisob kitoblardan keyin 6/16 chiqdi. Ya'ni 3/8 ni 16 ga keltirib oldik. Ikkinchi holda nima dedi bizga? 6 partiyadan 3 ta dedi. Demak, S 6 dan 3 ta tanladik. Va 6 ta partiyadan 3 tasida deyapti. 3 marta o'ynasa, bittasi yutadi, bittasi yutuzadi. Yutuzadi degani ikkalasi ham teng kuchli bo'lgani uchun 1/2 ni kvadrati bo'ladi. 1/2 dan 2 ta bo'ladi. Bundan mana yutqizishi 3 partiya bo'lgani uchun 1/2 ning 3-darajasi, yutishi ham 1/2 bo'lgani uchun uning 3 ta o'ynagani uchun 1/2 ning 3-darajasi bo'lyapti. Va hisob kitobdan keyin 5/16 chiqdi va solishtirdik. 6/16 5/16 dan katta ekan, natija A javobga to'g'ri keldi.
18. X tasodifiy miqdorining chastotalari bo'yicha taqsimotga ko'ra o'rta kvadrat chetlanish deyapti. O'rta kvadrat chetlanish. Yozamiz shu o'rta kvadrat chetlanish formulasini. Tak, mana umumiy formula shu. Nima degani mana x degani bu har bir miqdor. Mana -1, 2, 3, 5, 6 bu x'lar. M nima bu chastotalari? -1 1 marta, 2 3 marta, 3 2 marta, 5 2 marta, 6 1 marta demoqchi. Shularni o'rta kvadratik chetlanishi degani nima qilar ekanmiz? O'rta qiymat topamiz mana. Mana shu o'rta qiymat topamiz. Bu nima bu? O'rta aritmetik bu. Ya'ni -1 kara 1 plus 2 kara 3 plus 3 kara 2 plus 5 kara 2 plus 6 kara 1 bo'lamiz. Nechta? Sanaymiz mana. 1 plus 3 4 4 plus 2 6 6 plus 2 8 8 plus 1 9. Mana 9 ta deymizda endi solib olamiz. -1 plus 6 plus 6 plus 10 plus 6. Ya'ni tagida 9 ham bor, ya'ni mana 9 turibdi. Tepada 28 27 bo'ladimi? Nima chiqar ekan? 3 chiqar ekan. Demak, o'rta qiymati 3 ekan. Yozamiz shuni. Teng o'rta qiymat 3 bo'lsa, listagida 3 minus -1, to'g'rimi? 3 minus nima bo'ladi? -1 bo'ladi. 3 minus -1 da mana kvadrati plus 3 minus 2 ni kvadrati plus mana yerda bitta narsani yozmoqman, bir minut. 3 minus -1 kvadrati nechta bizda? Bitta. Shuning uchun 1 ga ko'paytirib qo'yamiz. Plus 3 minus 2 ning kvadrati nechta bizda? 2. 3 dan 3 ga ko'paytirib qo'yamiz. Plus 3 minus 2 ning kvadrati desak nechta undan? Endi 3 minus 3 bo'lib qolar ekanmi? 3 minus 3 bo'lib qolar ekan. 3 minus 3 kvadrat nechta undan? 2 ta. Plus 3 minus 5 ning kvadrati nechta? 2 ta. Plus 3 minus 6 ning kvadrati bitta. Mana. Shuni nima qilar ekanmiz? Bo'lib olamiz 9 tamidi? 9 ga. Ya'ni chiqadi. Birinchisi 3 minus -1 bu 4 4 kvadrati 16 plus 3 dan 2 ni ayiraman 1 kvadrati 1 ko'paytiraman 3 ga 3 plus 0 plus 3 dan 5 ni ayiraman -2 kvadrat 4 4 kara 2 8 plus 3 dan 6 ni ayiraman -3 kvadrat 9 9 taqsim 9. O'z navbatda ketdik. 16 ga 3 19 19 ga 8 27 27 ga 9 36 36 kara taqsim 9. Bu degani listdagi 4, ya'ni bundan nima chiqar ekan? 2 chiqar ekan. Javob C. 19. Tanga 6 marta tashlanganda 2 ta gerb va 4 ta raqam chiqishini so'rayapti. 4 ta raqam 2 ta gerb. 4 ta raqam 2 ta gerb desak, misol uchun raqam gerb chiqsin. Tomon tushish ehtimol so'rayapti. Demak, raqam tushishlari 1/2 dan. Gerblar ham 1/2 dan. Mana. Ko'paytiramiz. Faqat mana shuni nima qilamiz? O'rinlashtirishlarni ham hisobga olamiz. Bu nechta o'zi? 6 tami? Bu esa 4 ta, bu esa 2 ta. Demak, 6 faktorialni
4 faktorial bilan 2 faktorialga bo'lib yuborish kerak bo'ladi, o'rinlashtirishlar hisoblasak. Va buni keyin nima qilamiz? Hisob kitob qilamiz. Natija 1 2 3 4 5 6 ta 6 ta 2 miz 1 taqsim 64. Bu esa 5 kere 6 taqsim 2. Ya'ni 15 taqsim 64. Javob A ekan. 20. Endi bu oson ekan, mana yozamiz. 1 taqsim n plus 6 faktorial minus 1 taqsim n plus 7 faktorial. Nima qilamiz? Mana unga n plus 7 ko'paytirganimizda edi. Bu n plus 7 faktorialga aylanardi mahraji. Demak yozamiz. N plus 7 ga 1 ni ko'paytiraman o'zi va minus 1 taqsim n plus 7 ning faktoriali. Ya'ni n plus 6 taqsim n plus 7 ning nimasi ekan? Faktorial. Va javob B ekan. 21. Ichida 4 ta ko'k va 3 ta oq shar bo'lgan. Yozib qo'yish, 4 ta ko'k, 3 ta oqdi. Misol uchun qanaqadir quti bor, ichida 4 ta ko'k bor ekan. 1 2 3 4 mana. 4 ta ko'k, 3 ta oq. 1 2 3 ta oq. Ixtiyoriy olingan ikkisharning eng kamida biri oq chiqish ehtimoli deyapti. Demak, eng kami dedimi, aksini olib tashlaymiz birdan. Aksi bo'lsa nima bo'ladi? Oq umuman chiqmasin deymiz. Ixtiyoriy olingan ikkita shar deyapti. Demak, oq umuman chiqmasin desak, oq chiqmasin. Nima bo'ladi? Oq chiqmasin alohida hisoblaymiz. S 4 tadan 2 ta bo'ladi. Chunki 4 ta ko'kdan 2 ta tanlashimga to'g'ri keladi. Bu degani 3 kere 4 taqsim 2, ya'ni 6 mi? 6. Ha, yaxshi. Jami holatchi. Jami S 7 tadan tanlayman. Nega? Chunki 4 ga 3 qo'shsam 7, 7 tadan 2 ta tanlayman. Bu degani 6 kere 7 taqsim 2 21 degani. Demak, P ehtimoli top deyapti. 6 taqsim 21, ya'ni 3 ga bo'lsam 2 taqsim 7 ekan. Yo'q. Ha, bu aksi bu aksi. Bu aksi. Endi nima qilamiz? Aqalli bittasi dedi-yu, demak 1 dan olib tashlaymiz. 1 minus 2 taqsim 7. Ya'ni 5 taqsim 7. Javob C bo'lar ekan. 22. Ikkita xalta deyaptimi? Biri qora, biri oq xaltalar. Yozib qo'ydik. Bittasi qora xalta bo'lsin, misol uchun mana qora xalta. Xalta. Bu yoqda esa oq xalta bo'lsin. Oq xalta. Biri qora, biri oq xalta. Har birida ikkita oq, demak. Ikkita oq, 4 ta qora. Demak, 4 ta nimasi bor ekan? 4 ta qorasi bor ekan. Ikkita oq va 4 ta qora bunda ham bor. Mana. Ixtiyoriy xaltadan bir shar olindi. Olingan shar bilan xaltaning bir rangda bo'lish ehtimoli deyapti. Ha, yaxshi. Demak, misol uchun qora xaltadan qora chiqishini qarashimiz kerak. Endi qaranglar, xaltalar ikkita, to'g'rimi? Demak, bu chapdagi xaltadan chiqish ehtimoli 1 taqsim 2. Uni ichidan qora chiqish kerak, xalta bilan rangi mos chiqish uchun. Qoramiz 4 ta, jami esa 6 ta. Mana. Plus yokida ikkinchi tarafdagi, o'ng tarafdagi xaltamiz chiqish ehtimoli 1 taqsim 2. Uni tanlanishi 2 dan 1 holat bu. Ichidan oq tanlashimiz kerak. Nega? Xalta oq bo'lgani uchun. Oqimiz 2 ta, jami 6 ta. Mana shuni hisoblaymiz.
Shuni hisoblaymiz. Ya'ni 2 taqsim 6 plus 1 taqsim 6 bo'ladi-da, bu 3 taqsim 6 yoki da 1 taqsim 2 bo'lar ekan. Javob A. 23. Talaba o'ziga kerakli formulani 3 ta to'plamdan qidirmoqda. Bu formulalarning birinchisi, ikkinchisi va uchinchisi mos ravishda mana berilgan. Formula faqat 3-to'plamdan topish ehtimolini so'rayapti. Demak, yozamiz. P1 0.6, P2 0.7, P3 0.8. Demak, P1 aksi 0.4, P2 ning aksi 0.3. Uchinchisidan topsin deyapti. Demak, uni aksini olmayman. Demak, yozaman 0.8 ga uchinchisini ko'paytiraman nimaga? 0.4 bilan 0.3 ga. Ya'ni 0.096 chiqadi. Javob A ekan deyman. Ta 20 necha keldik? 24 ga keldik. Tanga 6 marta tashlandi. Qanday ehtimollik bilan girib chiqishlar soni juft bo'ladi deyapti. Girib chiqishlar soni juft bo'ladi. 6 marta tashlandi. Qanday ehtimol bilan girib chiqishlar soni juft bo'ladi. Demak, 0 marta chiqibdi, 2 marta chiqibdi, 4 marta chiqibdi, 6 marta chiqibdi. Yoki deyapti. Demak, har birini qo'shib chiqamiz. 0 ta degani bu qanday ehtimol bilan girib chiqishlar soni juft bo'ladi. Girli holatda umuman chiqmadi degani 0 ta degani. Ya'ni 1 taqsim 64 bo'ladi. Qanday ehtimol bilan girib chiqishlar soni juft bo'ladi. Ya'ni yoki deb qo'yayman. Yoki 0 ta, 2 ta, 4 ta, 6 ta mana. Yoki 0 ta, yoki 2 ta, yoki juftlar chiqishi deyapti. Juft son chiqishi. Qanday ehtimol bilan girib chiqishlar soni deyapti. 6 marta tashlaganda umuman girib chiqmasin degani raqam chiqsin degani. Raqam chiqishi 1 taqsim 2 bo'lsa 6 marta bo'ladigan bo'lsa nima qilaman? 1 taqsim 2 ga 1 taqsim 2, 1 taqsim 2, 1 taqsim 2, 1 taqsim 2, 1 taqsim 2 qilaman. 1 taqsim 64 bo'ladi. Mana. Umuman 0 ta girib chiqishi degani bu hammasi raqamlar chiqishi 1 taqsim 64 bo'ldi. Endi ikkita holatda nima deyapti? Girib chiqsin deyapti. Ikkita holat bo'ladigan bo'lsa nima qilaman? Yozaman. Qanaqa ikkitasi chiqsa ham, 3 ta chiqsa ham farqi yo'q, 1 taqsim 2 bo'laveradi. Demak, 1 taqsim 64 turaveradi. Chunki bir xilda raqam bilan girib chiqish ehtimollari. Aksi ham, o'zi ham bir xil. Shuning uchun 6 ta tashlaganda girib chiqadimi, raqam chiqadimi, 1 taqsim 64 chiqaveradi. Faqat ikkitasida girib chiqdi degani mana bunaqa yozib qo'yish shuni mana yoqqa. Girib keyin raqam mana. Shularda joyini almashtirishlar sonini ham ko'paytirib qo'yishim kerak bo'ladi. Nechta jami? 6 tami? Nechta girib? 2 ta. Nechta raqam? 4 ta. Demak, bu yerga ko'paytirish kerak bo'ladi. 6 faktorialni 4 faktorial kara 2 faktorialga nisbatiga. Bu o'z navbatda 1 taqsim 64 kara 5 kara 6 taqsim necha? 2. Qisqartirsak 3 bo'ladi-da 15 taqsim necha? 64 chiqadi. Va keyingi holat 4 tasida bo'lsin deyapti. Xuddi shunaqa 1 taqsim 64 turaveradi. Endi 4 ta degani xuddi boyagidek. Endi 4 ta raqam emas, 4 ta girib joy almashyapti bu yerda. Unda ham shu 6 faktorialni nima qilamiz? O'sha takrorlashlarga bo'lamiz. Ya'ni 4 faktorial bilan 2 faktorialga nisbat qilamiz. Bunda ham 15 taqsim 64 chiqadi va 6 ta girib chiqsin degani bittaga shu 1 taqsim 64 o'zi qoladi. Va bularni nima qilish kerak bo'ladi?
qo'shish kerak bo'ladi. Qo'shsak yozamiz. 1 taqsim 64 plus 15 taqsim 64 plus 15 taqsim 64 plus 1 taqsim 64 ketdik. Demak 15 ga 15 30, 1 ga 1 2 32. 32 taqsim 64 1 taqsim 2. Javob qaysi ekan? D bo'lar ekan. Endi 25 ga keldik. Bu boyagidek ekan, o'sha 36 dan 5 ta tanlash o'yini ekan bu lotereya. Shundan oxiri qiziq bo'ladi bizga, boya ishlagandik buni. O'yinda aniq 3 tasi ustma tushsin deyapti. Aniq 3 tasi ustma tushsin demoqchi ekan. Aha. Umumiy jamisini topamiz. Jami holatlar. Jami holatlar nima bo'ladi? 36 dan 5 ta tanlanadi. Hamma holatlar bu. 36 dan 5 ta tanlab olishimiz kerak. Bu sanamaymiz, formula shuni qoldirar ekanmiz. Javob shunaqa ekan. Mana. Bu jami holat. Endi ichidan 5 ta tanlangan ichidan 3 tasi aniq nima qilsin deyapti, ustma ust tushsin deyapti. Men endi 5 tadan 3 tani tanlayman. Endi o'zi 36 dan 5 tasimidi u? Yutuqlilari 3 tasi edi. 5 ta komplekt bittasini oldik mana. Shuni endi 36 dan 5 tasini bu yoqqa keltirgan bo'lsak, 36 dan S 31 tasi pastda qoladi-da. Tepada nechta qoladi endi bu? 2 ta qoladi. Chunki 3 tasi bu yoqda chiqdi. Qismi tushdi. Va bu yutuqli chiqishi ekan, yozib qo'yamiz. Bu yutuqli deylik. Yutuqlilar mana. Yutuqlilar diqqat qilamiz mana. Jami 36 dan 5 talab tanladik. O'zi 1 dan 36 gacha raqamlangan edi. Shularning ichidan ana 5 taning ichidan 3 tasi nima bo'lsin? 5 mana o'qiy. 36 dan 5 ta sport lotto o'yinida ishtirokchilar 1 dan 36 gacha bo'lgan sonlarning ichidan ixtiyoriy 5 ta son tanlaydi. Jami tanlashlar yozdik mana. 36 dan 5 ta tanlashlar soni. Esni qo'lladik. O'yin davomida ham qandaydir 5 ta son yana tanlanar ekan. Agar shu tanlangan sonlarning kamida 3 tasi o'yinda chiqqan sonlar orasida bor bo'lsa, bu bilet yutuqli deyiladi. Qancha ko'p son ustma tushsa, shuncha yutuqlarning miqdori shuncha ko'p bo'ladi. 36 dan 5 lotereya o'yinida aniq 3 ta son ustma tushish ehtimolini aytyapti. Demak, o'sha 5 tadan aniq 3 tasini olar ekanmiz va jami 36 dan 5 tasi bu yoqqa ketgan bo'lsa, 31 ta bu yerda qoladi. 3 tasi bu yoqqa ketgan bo'lsa, 2 tasi bu yoqqa qoladi. Ko'paytirib shakl ishlanadi. Endi buning ehtimolini top desa nima qilamiz? P teng S 5 tadan 3 ga kara S 31 tadan 2 tani jamiga bo'lamiz. Ya'ni S 36 dan 5 taga bo'lar ekanmiz va bu javob bizda 5 3 31 2 5 3 31 2 bu C javobda shekilli. Va shu bilan darsimiz tugadi. Uyga vazifa tashlab qo'yaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bir bor hayit ayyomlaring muborak bo'lsin.